Nechadancha bo'ldi? 18 число. 2-iyun. Qayerda o'qidi? Ekspress kursda. Bo'ston. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 2-iyun kuni Xorazm viloyat imtihon markaziga borib, Bo'ston Avto Express kursimizda 15 kun davomida tayyorgarlik ko'rib, imtihonlar o'tgan Mirzayev Nodirbek. Nodirbek, tabriklaymiz. Nechadancha bo'ldi? 28. Qattiq. 28. 18. Qiyin bo'ladimi? Nechaga tayyorlandingiz? 17. 17 kuni. 17 kunda. Yana vaqtida necha masalga? Foydasi bo'ldimi? Shu imtihonlar borolmay ko'p bo'lganlarda nima tavsiya qilasan? Yangi Bo'ston Ekspress kursga Toshkentdan o'tkazib boramiz. Nimadan o'tamiz? Amaliydan omad tilaymiz. Salomat bo'linglar. Kelaverasiz. Vamos.